O'rgimchak odam butunlay yangi kun filmining birinchi treyleri va nihoyat chiqarildi. Va menimcha bu Marvel kino olamida mutantlar sagasining ilk ishorasi. Hammaga salom. Bugungi videoda Spider-Man Brand New Day, ya'ni O'rgimchak odam butunlay yangi kun filmining birinchi treyleridagi hamma yashirin elementlar, referenslar va sizlar sezmay qolgan mayda detallarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin shu videoga like bosishingizni so'rab qolardim. Chunki oldingi chiqargan videolarimni ko'rishlar soni ko'p, lekin like'lar juda kam. Agar sizlar bu videoni bir donagina like bilan qo'llab-quvvatlasanglar, keyingi video chiqishiga katta motivatsiya bergan bo'lasizlar. Bu film Qasoskorlar qiyomat kunidan oldin chiqariladigan oxirgi loyiha bo'ladi. Qiyomat kuniga to'xtaladigan bo'lsak, o'tda hamma voqealar multiolam bilan bog'liq va har xil olamdan kelgan qahramonlar bir-birlari bilan urushishi yoki Doktor Doomni to'xtatish uchun birlashishi mumkin. Lekin 31-iyul kuni chiqariladigan O'rgimchak odamning navbatdagi filmi multiolam bilan deyarli umuman bog'liq bo'lmaydi. U aksincha ancha realistik va ko'proq Sam Raimining trilogiyasiga yaqin bo'lishi kutilyapti. Shunga qaramasdan Sam Raimining trilogiyasida men uchun har doim bitta narsa, ya'ni komiksdagi boshqa qahramonlar bilan crossoverlar yetishmasdi. Masalan, Daredevil yoki Jazolovchi. Lekin ushbu filmda bu kamchilikni oldini olishganini treylerni o'zidan ham ko'rishimiz mumkin. Biza Daredevilni nafaqat bu filmda, balki Peter Parkerni o'zini ham Daredevilning 3-mavsumida ko'rishimiz ehtimoli katta. Filmning nomiga keladigan bo'lsak, O'rgimchak odam butunlay yangi kun. Xuddi shu nomli komik seriyasidan olingan. Komikslarda bu Peter Parker uchun yangi boshlanish bo'ladi. U Mary Jane bilan nikoh qurgan va bunga 4 yil bo'lgan bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, u Mephisto bilan kelishuv tuzib, nikohini butunlay o'chirib yuboradi. Natijada u endi oilaviy majburiyatlar haqida o'ylamaydi va bu qahramon uchun butunlay yangi start bo'ladi. Xuddi shu narsa O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida ham sodir bo'ladi. Peter Strange'ga uni kimligini hamma unutishi uchun sehr qilishga ruxsat beradi. Hatto uni eng yaqinlari Ned va MJ ham. Natijada Peter hammasini yana noldan boshlash kerakligi bilan tugaydi. U New Yorkda arzon kvartirada yashab, oddiy matodan tikilgan kostyum kiyib yuradi. Bu kostyum haqida eslab qolinglar, keyinchalik bunga yana to'xtalaman. Treylerga qaytadigan bo'lsak, yuqorida aytganimdek, bu film hamma voqealardan keyin O'rgimchak odamni yana oddiy shahar darajasidagi sarguzashtlarini ko'rsatadi. Treyler Peterni bino tepasida teskari osilib turgani bilan boshlanadi. Bu O'rgimchak odamlarni juda klassik pozasi hisoblanadi. Yana bu sahna O'rgimchak odam olamlar aro animatsion filmidagi Gwen Stacy sahnasini eslatadi. Farqi shundaki, u sahnada Gwen yolg'iz emas. U o'zini eng yaqin odamlardan biri Miles bilan birga. Ammo bu kadrda umuman teskarisi. Peterni qanchalik yolg'iz ekanligini ko'rishimiz mumkin. Uni endi na Peter Parker sifatida, na super qahramon sifatida do'stlari bor. U o'zini to'liq izolyatsiya qilishga va butun hayotini O'rgimchak odam bo'lishga bag'ishladi. Peter do'stlarini qanchalik xursandligini va MITga kirganini nishonlashayotganini kuzatyapti. Hammasini orqaga qaytaradigan bo'lsak, bu axir Peterni o'zi xohlagan narsasi bo'lganini eslaymiz. U do'stlarini universitetga unutib kirolmagani uchun Strange'ning oldiga borgan va bu o'tgan hamma ishlarning sababchisi bo'lgan edi. Va oxir-oqibat u o'zi xohlagan narsa bo'ldi. Do'stlari MITga kirdi, lekin u o'zini juda yolg'iz his qilib, hammadan ortda qolib ketyapti. Menimcha MJ o'zini baxtliligini tan olgani Peterga yana bir og'ir zarba bo'ldi. Chunki MJ o'zini har doim yopiq tutadigan obrazni yaratgan edi va hozir u hatto Petersiz ham juda baxtli. Come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! Keyin Peter yana klassik O'rgimchak odamlarga o'xshab binodan pastga sakraydi va maska ichidagi kadr esa menimcha bu film uchun juda mukammal sahna va shaxsan men uchun ham treylerdagi eng yoqtirgan kadrim bo'ldi. Bu sahna bir tomondan temir odamga belgi bo'lsa, ikkinchi tomondan maskani klaustrofobik, ya'ni tor va bosimli qilib ko'rsatadi va bu bizga Peterni qanchalik o'zini yolg'iz his qilayotganini tushunishimizga yordam beradi. Xuddi u O'rgimchak odam rolida qamalib qolgan, o'zini aybdorlik hissi va mas'uliyat ichida yashayapti. Butun treyler davomida Peter o'zini oddiy matodan to'qilgan kostyumini kiygan va bu filmda juda muhim rol o'ynashi aniq. MCUdagi O'rgimchak odamni boshidagi sarguzashtlarni eslasak, u Tony Stark yaratgan yuqori texnologiyali kostyumlardan foydalanardi va ularga juda bog'lanib qolgan edi. Lekin asta-sekinlik bilan u o'zini trilogiyasi davomida bu bosqichdan o'sib chiqdi. Uydan uzoqda filmida O'rgimchak sezgisini to'liq nazorat qilishni o'rgandi va oxir-oqibat u bir parcha mato bilan har kuni jangga chiqyapti va hech qanaqa uni himoya qiladigan yuqori
texnologiyalar ham yo'q. Treylerni boshida Peter uyga yo'l yo'q filmini oxiridagi xatni o'qiyapti. Esingizda bo'lsa, Doktor Strange sehr qilishdan oldin Peter MJga albatta yana unga hamma bo'lib o'tgan ishlarni eslatishga va'da bergan edi. Hatto va'dasini bajarishga ham uringan. Lekin MJ usiz xavfsiz yashashini tushungach, fikridan qaytgan edi. Hozir esa u xatni o'qib, o'zini eski hayotini qumsayapti. Peter o'sha kundan keyin bu qahvaxonaga tez-tez kelib turgan va treylerda u Netni ichkariga kirishini kuzatadi. Bu sahnadan keyin Peter kostyumini kir mashinada yuvayotganini ko'ramiz. Bu komikslarga ishora. Peter komikslarda kostyumini oddiy laundryda yuvishga majbur bo'lgan va shaxsiyatini bekitish maqsadida boshiga paket kiyib olgan edi. Va yana shunga o'xshash sahna O'rgimchak odam 2 filmida ham sodir bo'lgan. Uni kostyumi boshqa kiyimlarni rangini buzib yuborgan edi. Shu vaqtgacha O'rgimchak odam bo'lish Peter Parker uchun ko'proq zavqli deb tuyulardi. Ushbu filmda esa bu narsa qanaqa qilib og'ir yukka aylanganini ko'ramiz. Peter o'zini yolg'iz his qilishiga qaramasdan, uni O'rgimchak odam sifatidagi hayoti yomonmasdek ko'rinadi. Uni politsiya quvlamayapti va deyarli hech kim uni shaharga xavf soluvchi yovuzdek ko'rmayapti. Faqat J. Jamesondan tashqari. Keyingi sahnada New York shahri unga shahar kalitini topshiryapti. Bu esa unga hech narsani anglatmayapti. Aksincha Peter shunchaki do'stlarini qaytarishni xohlaydi. Bu sahnadan keyin va nihoyat treylerda action boshlanadi. Peter Parker osmondan uchib tushib, tank bilan jang qilishni boshlaydi. Mishmishlarga ko'ra, bu tank Department of Damage Control, ya'ni zararlarni nazorat qilish bo'limiga tegishli. Uyga qaytish filmida bu tashkilotga Tony Stark asos solganini ko'rgandik. Ular super qahramonlar janglaridan keyin tozalash ishlarini olib borishadi. Shu sababdan Adrian Thomasning juda jahli chiqqan edi. Chunki shu kompaniya sababli u shartnomasini bekor qilishga majbur bo'lgan va u keyinchalik o'laksaxo'rga aylangan edi. Dunyo o'zgaryapti. Endi biz ham o'zgaramiz. Agar siz videolar to'xtovsiz chiqishini va sifatini oshishiga hissa qo'shishni istasangiz, kanalni Tirikchilik.uz sayti orqali donat bilan qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Siz donat qilish orqali kanal rivojiga juda katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Qasoskorlar final filmida Tony Starkning vafotidan keyin bu kompaniya ancha qat'iy nazorat qiluvchi tashkilotga aylanadi. Ular Uyga yo'l yo'q filmida Starkni dronlarni musodara qilishdi. Peterni esa hibsga olishdi. Ular Miss Marvel serialida Kamolaxon va uni do'sti Kamronni ham qo'lga olishga harakat qilib ta'qib qilishgan edi. Mishmishlarga qaraganda tashkilot ushbu filmda Sadie Sink o'ynayotgan qahramonni ovlashadi. Lekin qandaydir sabab bilan u jazolovchi himoyasi ostida bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, Damage Control tashkiloti super kuchga ega qahramonlarni nazorat qiluvchi tashkilotga aylangan. Va Marvelda keyingi saga mutantlar haqida bo'lsa, bu tashkilot mutantlarni nazorat qiluvchi agentlikka aylanishi mumkin. Masalan, ular Wonder Man'da ham Simon Williamsni hibsga olishga harakat qilishgan edi. O'rgimchak odam butunlay yangi kun filmida bu tashkilotning rahbarini Trammell Tillman o'ynaydi va treylerda keyinroq biz uni O'rgimchak odam bilan suhbatlashayotganini ko'ramiz. Mana taxminimga ko'ra, menimcha bu deyarli aniq. Zararlarni nazorat qilish kompaniyasi yaqindagina New York kalitini olgan super qahramon bilan hamkorlik qilishni xohlaydi. Lekin keyinchalik bu tashkilot chegaradan chiqib ketib, filmni antagonistiga aylanadi. Keyingi sahnada orqa fonda O'rgimchak odamning 60-yillardagi musiqasi pianinoda sekin yangraydi. Spider-Man. Shundan so'ng Frank Castle Peterni o'zini jangovar furgoni bilan urib yuboradi. Aytgancha, bu ham to'g'ridan-to'g'ri komikslardan olingan detal. Ko'rib turganingizda bu kino ham Marvelning boshqa filmlariga o'xshab, komikslardan ilhomlanib, ba'zi joylarda xuddi komiksdek qilib yaratiladi. Va agar siz ham Marvel komikslarini o'qishni va hali sahnalashtirilmagan va ko'p ehtimol bilan sahnalashtirilmaydigan komikslarni mustaqil Telegram kanalida o'zbek tilida topishingiz mumkin. Hozirda kanalda 15 tadan ko'p Marvel va DC komikslari joylangan. O'ylab o'tirmasdan shunchaki video ostidagi havola orqali Telegram kanalimizga qo'shiling. Treylerga qaytadigan bo'lsak, va nihoyat O'rgimchak odam va jazolovchi uchrashishadi. Jazolovchi birinchi marta The Amazing Spider-Man komiksini 129-sonida paydo bo'lgan. O'sha paytda Jekyll uni aldab, O'rgimchak odamni ovlashga yuboradi. Jazolovchi o'sha davrlarda juda tez mashhurlikka erishgan. Odamlar bu qasosparast anti-qahramonni juda yoqtirishgan edi. Yillar davomida u o'zini alohida franshizasiga ega bo'ldi va Daredevilni ideologik raqib
raqibiga aylandi. Jon Berntal uni bir necha mavsum davomida Daredevil serialida ijro etgan va bu yil u o'zini R reytingli maxsus loyihasiga ham ega bo'ladi. Oxirgi marta biz uni Kingpin qamoqxonasidan qochib, yana o'zini ishiga qaytgan holatida ko'rganmiz. Yaxshilab e'tibor bersak, Peter u bilan deyarli o'zini yaqin og'aynisidek hazil qilib gaplashyapti. Chunki ularning o'rtasida doimiy push-pull bor va komikslarda ham o'rgimchak odam hech qachon uni o'ldirmaydi. U va Daredevil doim Frankni odam o'ldirishdan to'xtatishga harakat qilishadi. Netflix seriallarida Frank juda ko'p haqoratli so'zlarni ishlatadi. Lekin ushbu film PG-13 filmi bo'lgani uchun Peter uni senzura qiladi. Go home! Hozirda Peterga o'rgimchak odam sifatida yashash ancha baxtliroq va yaxshiroq ko'rinadi. Lekin Peter Parkerning shaxsiy hayoti butunlay parchalanib ketyapti. Bunga yaqqol misol qilib, bayram kechasida u MJni boshqa yigit bilan baxtli ko'radi va aynan shu lahzadan keyin uning keyingi evolyutsiyasi, ya'ni o'zgarishi boshlanadi. Komikslarda bunaqa o'zgarish bo'lganmi desanglar, ha. Peter o'zini kuchlaridan qutulmoqchi bo'ladi, lekin aksincha, u yanada o'rgimchakka o'xshab qoladi. Hatto qo'shma qo'llar o'sib chiqadi. Treylerda Peter oxir-oqibat hushini yo'qotadi va keyin teskari osilib turgan o'rgimchak to'rlarining ichida uyg'onadi. Peterning DNKsidagi o'rgimchak qismi ustunlik qila boshlaydi va u ayrim vaziyatlarda o'zi xohlamasa ham o'rgimchak kabi harakat qiladi. Masalan, keyingi sahnada ko'ramizki, u o'zi bilmagan holda o'zini atrofida mana bunday to'r to'qib qo'ygan. Va to'g'ri, treylerda buni ko'rsatishmadi. Lekin u yana bir qobiliyatga, organik web shooterlarga, ya'ni tabiiy yo'l bilan to'r chiqarish qobiliyatiga ega bo'lgan. Bu g'oya aslida ancha oldin paydo bo'lgan edi va muxlislar orasida juda bahsli mavzu edi. Chunki ko'pchilik Peter Parker o'zini web shooterlarini o'zi yasashini xohlashardi, xuddi komikslarga o'xshab. Lekin Sam Raimi baribir bu konseptni o'zini trilogiyasiga olib o'tdi. Uyga yo'l yo'q filmida ham bu qobiliyatni eslab o'tishgan edi. Faqat qo'lingizdan otasizmi yoki boshqa joyingizdan ham otasizmi demoqchi edim. Endi Tom Hollandning o'rgimchagiga qaytsak, u ham bu qobiliyatini rivojlantirayotganini ko'ryapmiz. Uni yana sezgilari kuchaygan, mustahkam to'r to'qiyapti va kuchi ham ancha oshgan. Treylerning keyingi sahnasida biz Peterni tekshiruvdan o'tayotganini ko'ramiz. Bu katta ehtimol bilan Bruce Bannerning laboratoriyasi va ekranda kuchaytirilgan inson aniqlandi deb yozilgan. Bu atamani ko'pincha qalqon ishlatadi va u oddiy odamlardan kuchliroq bo'lgan shaxs degani. Peter auditoriyada Brucening oldiga keladi. Parker ESU yozuvi bor sviter kiygan. Bu Empire State University. Komikslarda Peter Parker o'qigan universitet. Lekin u bu yerga o'qishga kirganmi yoki Bannerning darsiga yashirincha kirish uchun shu kiyimni kiyganmi hozircha noaniq. Bruce Banner esa qasoskorlar finalda Professor Hulkga va She-Hulk serialida esa qo'lini davolash uchun yana inson ko'rinishiga qaytganini ko'rganmiz. Mishmishlarga ko'ra Hulk bu filmda paydo bo'ladi. Qiziq savol. Agar u yana paydo bo'lsa, Bruce Banner uni ongini ancha yillar davomida bostirib kelgani uchun jahli chiqarmikin? Banner dars berayotgan mavzu esa subkvant zarrachalari haqida. Bu esa multi-olam sagasiga kichkina ishora. Chunki kvant olami vaqt bo'ylab sayohat qilish va yangi vaqt liniyalarini yaratishga imkon beradi. Peter Bannerdan yordam so'rayapti, chunki Bruce tana o'zgarishini mana anglatishini juda yaxshi tushunadi. Yana bir qiziq savol. Bruce o'g'li Scarni New Yorkda tarbiyalayaptimi yoki uni boshqa joyga olib ketganmi? Esingizda bo'lsa, She-Hulk serialida Scar juda yomon soch turmagi bilan qisqa cameo qilgan edi va umid qilamanki, uni boshqa kino olamida ko'rmaymiz. Treylerda Bruce Peterni tanigandek bo'lishi komikslarga ishora bo'lishi mumkin. Chunki u yerda Strange o'xshash sehrni qilganda hamma Peter Parker kimligini unutgan. Lekin Banner unutgan bo'lsa ham Hulk eslab qolgan edi. Ehtimol bu filmda ham keyinroq Sadie Sink o'ynayotgan qahramon Bannerni nazorat qilib Hulkni chiqarishi mumkin va aynan u Peter kimligini eslab qolgan bo'lishi mumkin. Lekin kino olamida ular deyarli bir-birlarini ko'rishmagan. Balki ular Tony Starkni dafn marosimida gaplashgandir. O'rgimchak yetmaganidek shimoliy ham bormi? Navbatdagi sahnada Peter o'zini kuchini boshqarishga harakat qilyapti. Hamma joyga to'r otib yuribdi va bitta tomchi suvning ovozi ham unga juda baland eshitilyapti. Yuqorida aytganimdek, uni DNKsida o'rgimchak tomoni ustunlik qilayotgani uchun u juda kuchayib, hatto o'zini boshqarishga ham qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Shu hamma bo'layotgan voqealarning ichida Peter aslida kimdandir suyanchiq izlayapti va keyin u May Parkerning qabriga boradi. Qabr toshida 2024-yil deb yozilgan. Chunki qasoskorlar final 2023-yilda sodir bo'lgan va o'rgimchak odam uyga yo'l yo'q esa deyarli darhol undan keyin. Treylerning fonida ehtimol Kate David o'rgimchaklarning 3 bosqichli hayot sikli borligini va bular tuxum, Spiderling va yetuk o'rgimchak ekanligini aytadi. Peterga qarasak, biz uni faqat Spiderling, ya'ni o'smir sifatida ko'rganmiz. Bu filmda esa u yetuk o'rgimchakka aylanyapti. Endi esa Sadie Sinkning sirli roli haqida gaplashamiz. Biz nazorat qila olmaydigan xavfga duch kelamiz. Tremble Tillmanning bu so'zlar bilan birga biz o'rgimchak odamni tankning ichidagi ayolni qutqarayotganini ko'ramiz. Lekin u Peterga g'alati
diqqat qariydi. Chunki u ong nazorati ostida tankni boshqaryapti. Keyin esa bu mind control politsiyachilarga ham o'tadi va bu bizga Seiji Sing ongni boshqarish qobiliyatiga ega qahramonligini bilishga yordam beradi. Menda Seijining roli uchun ikkita kuchli taxminlar bor. Birinchisi Jean Grey. Agar Damage Control tashkiloti mutantlarga qarshi chiqib, ularni ovlashni boshlashsa va X odamlarga qarshi chiqishsa, bu franshiza uchun juda zo'r yo'l bo'lardi. Lekin menda yana bitta taxmin bor. Bu qahramonning ismi Mary. U Daredevilning dushmani, mutant bo'lib, ob-havoni boshqarish qobiliyatiga ega. Shuningdek, cheklangan ong nazorati kuchlari ham bor. U menimcha O'rgimchak odamning bu filmiga juda mos keladi. Chunki Jean Grey Phoenixga aylangach, u bu film uchun juda kuchli hisoblanadi. Shu sababdan u bu film uchun tabiiy dushman emas. Va biz treylerda O'rgimchak odam uyga qaytish filmida ko'rinish bergan Skorpionni ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, u Adrian Toombsdan O'rgimchak odam haqida ma'lumotlarni olishga harakat qilgan edi. Agar sizda Adrian Toombs, ya'ni O'laksaxo'r ham bu filmda chiqadimi degan savol bo'lsa, katta ehtimol bilan yo'q. Chunki u boshqa olamga yuborilgan va Morbius bilan uchrashgan edi. Keyingi sahnada MJ va O'rgimchak odam tomda ko'rinadi. Shu yerda menda savol tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz? Filmni bu vaqtga kelib Peter bor haqiqatni unga aytyaptimi yoki u Peter Parker sifatida emas, O'rgimchak odam sifatida MJ ga yaqinlashishga harakat qilyaptimi? Javoblarni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va yana action boshlanadi. Jang davomida Peter avtobusga uriladi va avtobus ichidagi qiz uni sezmaydi. Bu sahna menga Doctor Strange filmidagi Stanleyning cameosini eslatdi. Marvel bunaqa o'xshashliklarni treylerda juda ko'p marotaba ko'rsatgan. Masalan, keyingi sahnada biza Amazing Fantasy 15-sonidagi muqovasini, ya'ni O'rgimchak odam birinchi marotaba ko'rinish bergan komiksning muqovasidagi sahnani ko'ramiz. Biz bu treylerda juda ham ko'p antagonistlarni ko'rdik. Bulardan aksariyati, ya'ni Boomerang, Tarantula va The Hand bilan jang filmni boshida O'rgimchak odam shuncha yillar davomida nimalar bilan shug'ullanganini ko'rsatish uchun foydalaniladi. Ninjalar esa boshqa masala. Ular qo'l, ya'ni The Hand tashkilotiga kiradi. Ularni Frank Miller yaratgan va ular ilk bor Daredevil komikslarida paydo bo'lgan. Daredevil serialining ikkinchi mavsumida ham ularni ko'rganmiz va yana Defender serialida ham. Ular xuddi komikslardagidek qizil kostyumlarda va bu sahna qamoqxona ichida bo'lyapti. Peter ularni oldida tiz cho'kib o'tirgan paytda uni ko'zlari qora rangga aylanadi. Bu uni mutatsiyaga, ya'ni O'rgimchak DNKsi ustunlik qilayotganini belgisi. Uni yangi to'ri shunchalik kuchliki, unda faqat qilishni to'xtatadi, balki uni maydalab tashlaydi. Treyler oxiriga kelib Marvel yana o'sha ishini takrorladi. Esingizda bo'lsa kerak, Uyga yo'l yo'q filmida ikkita O'rgimchak odam qatnashgan bo'lsa ham, treylerda ularni o'chirib tashlashgan edi. Bu treylerda ham Marvel shunga o'xshash sahnada yana kimlarnidir kesib tashlashganini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi sahnada biz MJ va Peter qo'shni bo'lishganini bilamiz. MJ Peterni friendly neighborhood deb ataganda Peter hayron qoladi. Chunki O'rgimchak odam har doim do'stona qo'shni sifatida tanilib kelgan va bu MJni Peter O'rgimchak odamligini bilishi mumkinligini ko'rsatadi. Peter hozir qiyin tanlov ustida turibdi. Siz Peterning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Hammasini unga aytib, yana birga bo'lishni tanlarmidingiz yoki uni xavfsizligini o'ylab, haqiqatni bekitarmidingiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Yuqorida aytganimdek, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Chunki sizni bosgan like'ingiz keyingi videoni chiqarishim uchun katta motivatsiya bo'ladi. Va albatta kanalga obuna bo'ling.